Karmana tuman axborot kutubxona markazi taqdim etadi. Yozuvchi, adib Qo'chqor Norqobilning Urushning birinchi kuni nomli asariga bibliografik sharh. Asar 2021-yil Yangi asr avlodi nashriyoti tomonidan nashr etilgan bo'lib, 128 betdan iborat. Urushning birinchi kuni ilk talaffuzdayoq ko'ngilni mahzun qiladigan jumla. Lekin bu haqda bilish, taassurot va xotiralar bilan tanishish tinchligimiz uchun yana bir karra shukur qilishga undaydi. Muallif kitobni Belarus davlatiga safari taassurotlaridan kelib chiqib yozgan. Birinchi tong, birinchi kun, birinchi qurbon. Qulog'ingiz to'satdan gumburlagan tovushdan qomatga keladi. Ko'z oldingizda g'ira-shirada ko'kka o'ralgan tutun aks etadi. Qiy-chuv, talotup. Mutolaadan zavqlanmasligingiz mumkin, ammo yozuvchining tasvirlari, tashbihlari sizni hayratda qoldirishi tayin. Kitob keng kitobxonlar ommasiga mo'ljallangan.